Max, o'zi qachondir dam olamizmi? Shoshmay tur, iltimos qilaman sendan. Tushunarli. Balki mana bu qorlardan biriga kirib ko'rarmiz. Nima uchun? Shunchaki O'ylab ko'rish kerak, ammo bular juda ham qo'rqinchli, o'zi qo'rqinchli. bu yoqqa qara, iltimos. Ha, nima? Bu yoqda odam bor ekan. Qanaqa odam bo'lishi mumkin? Hozir ana ko'ryapsanmi? Ha, ko'rdim. Qayoqqadir ketdi. O'tish kerak, tezroq u tomonga o'tish kerak. Aniq odam edi. Aniq. Nima qilamiz? Sakrab o't. Davay, orqangdan men o'taman. To'xta, balkim yiqilib tushsamchi. Yiqilmaysan, senga ishonaman. Ana, endi sen. Ana, bo'ldi, o'tdim. Davay, ketdik endi. Shu tomonga ketdi, adashmasam. Ana yorug'lik bo'lyapti. Davay. Shoshma, hozir. O'tib chekili ketdik, Max, ketdik. Kimsan sen? Menmi? Men ismim Jo'xa. Sizlar odammisiz? Ha, biz odammiz. Tushunmadim savolingizga. Shunchaki sizlarni ana bu yaramas maxluq deb o'ylabman. Yaxshi, men hozir kelaman. Qayerga ketdi? Bilmadim. Balkim siz qanaqa qilib kelib qolganingizni aytarsiz. Xullas, ko'p gap gapirmayman. Mana shu qurol oling sizga va nima uchun berganimni tushunib olasiz va men kimligimni ham vaqt kelsa bilib tushunib olasiz. Tushunarlimi? Meni yaxshi tushuningiz degan umiddaman va sizlardan iltimos, uni ko'p jahlini chiqarmang. U bu yerni hech qachon tark etmaydi. Mayli, sog' bo'ling, men ketdim. Shoshmang. Iltimos. Qayerga ketdi? Tushunmadim. Qayerga ketdi? Hozirgina mana shu yerda turgandi. Hozir mana shu yerdan chiqib ketdi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Qayerga ketdi ekan? Voy, yo'qotib qo'ydim. Hatto Maxni ham yo'qotib qo'ydim menimcha. Voy, nima qilaman endi? Ana shu tomonga tezroq o'tib olishim kerak. 1 2 3 ana. Max qayerda ekan? Max qayerdasan? Max. Nima qilaman endi? Max qayerdasan? Nima uchun Max chiqmaydi? Uni kimdir, hozirgi odam kim bo'lsa ham aytish bo'yicha uni ko'p jahlini chiqarmanglar va u o'rmonni hech qachon tark etmaydi va sizlarni ham qo'yib yuboradi. Menimcha yana boshqa shaxtalarga ham tushib ko'rishimiz kerak. Yana balkim odam bo'lishi mumkin. Gaping to'g'ri. Shuning uchun ham ketdik. Ammo lekin men juda ham qo'rqyapman. Nima uchun? Uni gaplaridan keyin. Ha, men ham juda ham qo'rqdim. Qanaqasiga? Uni ko'p jahlini chiqarmang va u bu o'rmonni hech qachon tark etmaydi, sizlarni ham qo'yib yubormaydi, dedi va menga qurol tashlab ketdi. Va birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Tasavvur qilyapsanmi? Ketdi, men oldimdan ketdi, keyin ortidan borgunimcha yo'q. Tushunyapsanmi nima bo'lganini? Tushunib turibman. Shuning uchun men ham qo'rqyapman-da. Nima qilamiz? Bilmadim. Mayli, nima bo'lsa ham balkim shaxtaga chuqurroq tushib ko'rarmiz yana. Balki biz xato qilayotgandirmiz. Nima deysan? Menimcha yo'q. Tirik qolish uchun har nima qilish kerak. Ketdik. To'g'ri, mayli, hayda. Ketdik. Xo'p. Mana bu yerda qandaydir eshik. Tushunmadim, qanaqangi eshik yana? Bilmadim. Bu yerda eshik nima qilyapti? Men ham hayronman shunga. Balkim ochib ko'rarmiz. Orqasida nima borligini ham bilmaysan-ku. Balkim shuni bilarmiz. O'ylab ko'rish kerak, lekin o'lib ketishimiz mumkin. Ha, ko'chada agarda ko'chada yuradigan bo'lsak ham, tirik qolishimiz aniq emas. Shuning uchun kirib ko'rishimiz kerak. Yashash uchun har bir narsani qilib ko'rishimiz kerak. Tushunarlimi? Meni tushunding degan umiddaman. Gaplaring juda ham to'g'ri, lekin baribir men qo'rqyapman. Bu yerda nima borligini ham bilmaymiz. Bu yerda qara ko'rshapalaklar ham uchib yuribdi. Ha, lekin agar biz qo'rqib orqaga chekinadigan bo'lsak, bu yerdan hech qachon chiqib keta olmaymiz. Chiqish yo'lini tezroq topishimiz kerak. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Ochamizmi? Ha, och. Mayli. Hop, hozir mana 1 2 3 ketdik. Hozir kiryapman. Qanaqa joy bu? Eshik yopilib qoldi. Qo'rqib ketdim. Nima uchun yopildi? Bilmadim.
qanaqangi joy bu yana? Mana bunday narsalar, odam suyaklari va mana bu yerda jin chaqirish marosimi bo'lyapti. Esladingmi? Ha, esladim. Kimdir uni yana chaqirmoqchi bo'lgan. Lekin kim? Bilmadim men ham. Balkim biz ham uni urinib ko'rarmiz yana bir marta. Yo'q, hech qachon. Xayolingga ham keltirma. Nimaga dovdirab qolding? Red, senga buni ayta olmayman. Ortingga qara. Nima bo'pti? Bu yonimda turibdi. Va hushimga kelganimdan so'ng o'zimni qandaydir joyda topdim va u maxluq bilan men suhbat qurdim va ammo Maxni hech qayerda ko'rmadim. Davomini ko'ring. Qayerga tushib qoldim? Tushunmadim. Umuman qayerdaman? Qayerdaman men? Hoy, meni kimdir eshityaptimi? Ha, eshityapti. Sen kimsan? Qayerdasan? Ha, yonimdasan. Lekin men nima uchun qimirla olmayapman? Sen meni maxluq deb o'ylayapsan, shundaymi? Ha, shunday. Meni kimligimni bilsang kerak. Menimcha, xo'p, senga tushuntiradigan bo'lsam, men ruhman va men bu o'rmondan chiqib keta olmayman. O'rmondan chiqib ketishim uchun seni tanangga kirishim kerak va buni hozir amalga oshiramiz. Xayr. Nimalar deyapsan? Yo'q. Meni tanam o'zimga kerak. Yo'q, unday qilma, iltimos qilaman. Atrofda yana qanaqangi ovozlar? Iltimos, meni qutqaringlar. Atrofda qanaqadir baqir-chaqirlar, kimdir baqiryapti. Iltimos, Kerak. Va shunday qilib ajoyib joyga kelgan payti videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismi uchun sizlardan obuna va like so'raymiz. Albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosing, obuna bo'ling va keyingi videolar tezroq chiqishi uchun kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Qo'llab-quvvatlagan barchangizga rahmat.